O'zbekistonda eng boy kripto investor Rahmon Ruhullayev haqida 3 ta fakt. Birinchisi, Ruhullayev 1996-yilda Buxoroda tug'ilgan. 25 yoshida Dubayda sheriklar bilan birga Crypto Miners'ni ochdi. Bugun 20 mingta mining qurilmasi va $100 million kompaniyani boshqaradi. Ikkinchisi, Ruhullayev $700 million shamol elektr stansiyasi qurishni boshlagan. 500 megawatt quvvatli bu loyiha O'zbekistonga arzon energiya, yuzlab yangi ish o'rinlari va Google bilan Amazon kabi yirik kompaniyalarni jalb qilish imkonini beradi. Shuningdek, Pinlink nomli dunyodagi birinchi RWA marketplace asoschilaridan biri. Bu blockchain tizimi orqali har qanday real mulkni, yer, avtomobil yoki san'at asarini raqamli aktivga aylantirish mumkin. Uchinchisi, Ruhullayev nafaqat biznesmen, balki professional sportchi ham. Muay Thai bo'yicha jahon va Osiyo chempioni, professional boksda 2 ta jang, 2 ta g'alaba.